Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudolasa bugungi ishimiz mana Panjigin shahridan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xudolasa bugun 11-aprel 2025-yil. Xudolasa ishimizni sifatiga o'zingiz bitta baho berishingiz mumkin. Xudolasa mana ishimizni tugatdik bu tomonni. Faqat mana shu hayvonchani oldi qoldi. Mana shu oldini qilsak tamom. Xudolasa ertaga harakat qilamiz tugatishga. Kirishani yaxshi qilmagan ustalar ertaga ochib qilamiz kirishani. Kirisha qilishda ham nimalarga e'tibor berish kerak? Ertaga aytib o'tamiz xudolasa, videoni kuzatib boringlar. Kirishani yaxshi qilmaganligi uchun ochib qilamiz ertaga. Mana aziz tomoshabinlar, Panjigindagi qilinayotgan ishimiz xudolasa ko'rib bitta baho berishingiz mumkin o'zingizlar. Ish sifati, kачествосiga. Juda ko'pchilik narnavolar haqida so'rayapti aziz tomoshabinlar. Narnavolar haqida ham hozir batafsil ma'lumot berib o'taman. O'zingizlar bitta baho berasizlar keyin qilinayotgan ishlarga. Aziz tomoshabinlar, mana tekis tunkan olib kelib berasizlar. Mana shu tekis rulonni olib kelib berasizlar. O'zimiz kesib, qayirib, buklab, fasonni keltirib, mana shu darajaga keltiramiz. Xudolasa mana ko'ryapsizlarmi? 1 kvadrat metri 50 somondan 70 somongacha. Nimaga endi 50 somondan 70 somongacha? Mana shu ko'rib turgan fasonlar 70 somondan qilinadi kvadrati. Tunkani ketgan kvadratiga hisoblanadi. Ish sifati juda ham ajoyib mana. Fasoniga qarab, обычный bo'lsa, oddiy fason bo'lsa 50 somondan. Fasoniga qarab narxlari o'zgarib ketaveradi. Hozir mana kichkina kosmoschalarimizni ham qildik. Eniga 1,5 metr. Mana kosmoschalarni ko'rsataman hozir, mana ko'ringlar. Ichiga podsvetka qo'yilgan, oppog'idan chekkalarga alyukabon ishlatilgan originaldan 4 mm lik. Ertaga sarfallarni shilib tashlaymiz, hali shilinmagan. Shakarlarni bo'lgan mana jigar rangda qilingan. Ko'ringlar mana. Kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, mana bemalol murojaat qilishingiz mumkin xudolasa. Ko'ringlar mana kosmoslarni 1,5 metr bo'lgan, yangi kosmosimiz bu, yangi fason mana ko'ringlar 1,5 metr mana shunaqa qilib chiqizilgan. Ichiga podsvetka qo'yilgan. Shunaqa gaplar aziz tomoshabinlar, mana tekis tunkan olib kelib berasizlar. O'zimiz kesib, qayirib, buklab, chotki qilib urib beramiz. 1 kvadrat metrni o'shanda 50 somondan 70 somongacha yasab urib beramiz. O'zimiz yasab, kesib, qayirib, buklab urib beramiz mana. Apparatlarimiz bor sotuvda. Kim mana shunaqa mana ko'ryapsizlarmi qilingan ishlarni? Mana shu apparatda qilingan hammasi. Mana. Ish sifatiga o'zingiz baho berasizlar mana. Apparat qilayotgan ishlariga. Ertaga lensalarni buzamiz, salafanlarni ishlaymiz, podsvetkalarni, nimalarni, alikabonlarni. Hop, aziz tomoshabinlar, mana apparatlarimiz bor. Juda ko'pchilik so'raydi, apparat qanaqa, monaga bitta, ikkita, 3 ta. Ana bu 4 ta mana. 4 ta. O kilovatda bor, 5 ta. Mana 6 ta apparat bo'ladi, o'xshi. Ana shu sohaga qiziqadiganlar bo'lsa, mana 2 metrligi bor, 17 ming somon, 2,5 metrligi bor, 20 ming somon. Apparatni olasizlar, mana. Gazni bosasizlar keyin. Apparatni olsanglar, kelib ishni o'rganib ketaverasizlar. Bemalol ishni o'rganib, xudolasa ish topishingizda yordam beramiz, klient topib beramiz, ishinglarni ana shunaqa chotki qilib reklama qilib beramiz aziz tomoshabinlar. Mana ko'ringlar. Ishlarni topib reklama qilib beramiz. Mana ko'ringlar. Ana shu ishlarni o'rganib, o'zingizlar gazni beraverasizlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, yo apparatlar kerak bo'lsa, bizga aloqa chiqinglar. Xudolasa biz ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Mana 10 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarimiz ishlashyapti balandda mana. Ko'ringlar mana. Ustalarning professionali mana shular bo'ladi mana. Mana aziz tomoshabinlar ko'ryapsizlarmi? Bittasini yoqdik hozir. Endi elektrlar kelib qolganlarga simlarni montaj qilsa mana chotki bo'ladi. Lustra bo'ldi. 4 ta mayda lampochka bo'ladi, 18 vattdan, o'rtasida podsvetkasi mana. Lustrani nimasiga bo'ldi mana. Kimga shunaqa lustralar kerak bo'lsa ham mana bu Kosmos 2 deb nomlangan fasonimiz. Kimga shunaqa kosmoschalar kerak bo'lsa, 1 metrdan 1,5 metrgacha ana shunaqa fasonda chiqib beraveramiz. Kosmosimizning original fasonini Kosmos 1 u nomer 1ni kosmoslarni ham yasab tayyor qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin. Doimo sog' salomat bo'ling.